Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Rekober va biz bugun 10 minut ichida nimalar qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Qani, let's go. Birinchi bo'lib bizga qiladigan ish, bizga respawn bo'lgan joyni o'rganish. Birinchi o'rinda qo'y junglarini topish, divan yasash uchun, ya'ni yotoq va daraxt chopish kerak palkalar uchun, ya'ni yog'och bo'laklari. Va bizga tosh kerak. Temir ham zarar qilmaydi. Hamma narsalarni qidiramiz. Birinchi o'rinda daraxt chopamiz va u yog'ini ko'ramiz. Qo'ylarni vahshiylik bilan birin-ketin so'yganimdan so'ng yana bitta jung yetmayapti karavat uchun, yotoq uchun. Endi biz o'rganamiz atrofni, palgalar chopamiz. Ko'ramiz u yog'i. Nima bo'ladi? Temir topamanmi, olmos topamanmi? Kommentariyada yozib qoldiring, lekin olmos topish qiyin bo'lsa kerak. Olmos topishga tushib ketsam, uyquramayman, to'g'rimi? Hamma Minecraftga kirishi bilan o'zi birinchi daraxt chopsa kerak, chunki starter narsalar daraxt bilan boshlanadi. Masalan, daraxtdan yasaladigan aslahalar, kirka, qilich, bolta va ketmon. Bizga eng keraklisi hozir kirka va qilich bo'lib turibdi va bolta ham kerak daraxt chopish uchun. Tezroq chopishga yordam beradi bolta. Temir ham qidirsammikin deyapman-da. Temir aslaha juda ham yasagim kelyapti. Va ko'mir ham topish kerak, ko'mir. Video oxirigacha ko'mir topa olamanmi yo'qmi? Vaqtimiz ziq. Yo'qni ko'ramiz-da. Vaziyatga qarab. Bu g'orga tushsam bo'lar ekan. Bu yerda bilmadim buning nomini, ko'mir bor ekan. Temir ham bo'lsa kerak, lekin bu yerga tushsam qaytib chiqish uchun ancha vaqt ketadi. Shuning uchun yo'limda davom etaman. Va tezroq uy qurishga harakat qilaman. Shinam bo'lish kerak va yashash uchun har qanaqa sharoit bo'lish kerak. Minecraft normalariga mos tushish kerak. Sekin o'zimni yog'och kirkamda tirqillatib hamma yon chof tashlayman va sekin ko'tarilib olaman tosh aslahalar bilan. Bu videoda temir aslahalargacha chiqa olmasam kerak. Shunaqa challenge'li video olsam balkim olmasgacha chiqarman. Yana bilmadim. Sekin narsalarni yig'ib tepaga chiqishni boshlayman endi. Va o'rmonlarni aylanib ko'raman. Uyga mos joy qidirish uchun shu yerda belgilab ketaman agar ideal joy topsam. Olma pish, og'zimga tush, tikkindishdandagidagedish, tikkindishdandagidagedish. Shunaqa qilib kayfiyatimni ko'tarib yurganimda yo'limdan g'or chiqib oldi va men bu g'orni tekshirib ko'rdim va tushib ketmaslikka harakat qildim. Men nimadir ko'rdim shekilli hozir. Siz ham ko'rdingizmi? Temir. Ikkita temir topdim. Ikkita temirdan nima esa bo'ladi? Qaychi essam bo'lar ekan faqat. O'zimni bu yerga yurdim. Tayinli joy topamadim. Divan yasash uchun yana bitta jung kerak menga. Qo'y topishim kerak. Eng muhimi bu uy qurish uchun eng zo'r joy topish. Video oxirigacha yaxshi joy topa olamanmi yo'qmi bilmadim bunisini. Siz buni bilmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men mukammal uy qurish uchun yetarlicha sharoiti bor joy topganman. Juda ham qulay. Siz uchun bilmadim-ku, men uchun qulay bo'ldi. Oxirigacha ko'rsangiz shu joy bilib olasiz qanaqaligini. Lekin menga juda ham yoqdi shu joy. Videoni oxirida ko'rib olasiz shu joyni. Va million yillardan so'ng o'zim uchun eng qulay bo'lgan joy topdim. Bu mana shu yer.
Juda ham cho'tki joy. Uy qurish uchun. These eyes are on your side. Shuncha ishdan so'ng hali oqqayin chopmaganim esimga tushib qoldi. Afsuski shuncha vaqtim bekor ketdi. Shu yo'limdan chiqqan daraxtlarni chopib yursam bo'lmasmidi? Shuncha ishsiz vaqt. Endi qaytadan daraxt chopishimga to'g'ri keladi. Boshda keraklicha daraxt chopib olishim kerak edi. Erindim. Endi qaytadan chopaman. Uyimni birinchi qavatini qurib bo'ldim. Endi sekin daraxt chopishga ketsam ham bo'ladi. Hali boltamni ham toshdan qilmaganman a. Yog'ochli bolta bilan qanchada daraxt chopaman? Kamida 20 ta kerak. Kattasidan kamida 20 ta. 20 ta har bitta daraxtdan, har bitta bo'lakdan 4 ta yog'och chiqsa, 20 tadan 80 ta chiqadi. 80 ta yetib qoladi. Men gapni cho'zmasdan tezroq daraxt chopishim kerak, chunki menga challenge berilgan vaqt tobora tugab bormoqda. Ozgina vaqtim qoldi, 3 minut yoki 4 minut vaqtim qoldi. Bu video qanchadir 20 minutda olinib, kesib, unaqa qilingan joyi yo'q. Bu videodagi hech qaysi joyini kesmadim hali. Videolar qo'shgan bo'lishim mumkin, lekin kesmadim hali. Shoshil, Rekuber, tezroq bo'l. Hali biz divan yasashimiz kerak, pechka yasashimiz kerak, kamida 2 ta va bitta versak yasashimiz kerak. Rekuber, tezlash, vaqt kam qolmoqda. 2 ta pechka yasadim va buni sirazi joyiga o'rnatib qo'yaman, versakning yoniga. Va menda nima qolyapti? Eshik qoldi va yotoq qoldi. Eng keraklardan biri va eshik. Eshikni unutmaslik kerak, chunki kechasi yotganingizda zombi yoki creeper kirib qolishi mumkin. Creeper kirsa bu juda ham qattiq bo'ladi, portlab ketadi. Shuncha qilgan mehnatingiz yo'q bo'ladi. Shuning uchun eshik ham yasash kerak. Absolutna bizaga ko'mir kerak edi, lekin biz ko'mir topolmadik. Topdik, lekin tushish yoqmadi. Shuning uchun bugun mashalasiz yashab qolamiz. Agar videoning keyingi qismini xohlasanglar, 10 ta like yig'ib beringlar, iltimos bolalar. Mayli 10 ta like demayman, 5 ta like yig'ib beringlar. Keyingi qismni chiqaraman. Keyingi qismda men 15 minut yashayman va hamma sharoitlarni qilib olishim kerak. Kamida bitta almas topaman. Keyin esa biz boshqacha videolar ham olamiz. Parkour videolar. Agar mana shu videoda 10 ta like yig'ilsa, biz do'stim bilan parkour video olamiz. Let's go, qani bolalar, mana shu videoga 10 ta like yig'ib beringlar. Bu juda qiyin narsa emas. Sizlardan 100 like so'ramayman. Iltimos bolalar, mana shu videoda 10 ta like yig'ib beringlar. Men juda ham o'zim parkour video olgim keldi. Uje ketyapti biza. Bo'lsa hali tomni yopmadik. Tezroq tomni yopib, to'g'risi uxlorish kerak. Chunki men bu challenge-ni barbod qilmoqchi emasman. Shuncha mehnat qildim. Endi shunga yarasha o'li qolmayapman-da. Bolalar, videoni shu joygacha ko'rganingizga rahmat. Hammalarga like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat bolalar. Dushi.